Muhammad Sodiqda hozir o'tish davri. 3 yoshdan 4 yoshgacha, ya'ni 12 yoshgacha 4 marta qiladi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Va mana shu paytda hozir gnev deydi-yu, jahl shakllanadigan payt. Bu hissiyot nimaga bizga kerak? Bu hissiyot shaxsiy chegaralarni qo'yish uchun. Ya'ni bilasizlar, qachonki insonda jahli chiqqanini ko'rsangiz, sal orqaga borasiz, yo'q, hozir bu anaqa jahli chiqyapti, anaqa qilishimiz kerak degan xulosaga keladi. Agar jahlini ko'tarmasa, anaqa ekan deb ba'zi bir holatda boshimizga ham chiqib ketishadi. Shunaqa paytda bo'ldi, o'chir, og'zingni yum deb qolish kerak emas, ayniqsa o'g'il bolaga. Va yig'lab berishga imkon berish kerak. Sen o'g'il bolasan, sen yig'lamaysan, erkak yig'lamaydi degan narsalarga men umuman ishonmayman. Va nabarot, erkaklar ham yig'lash kerak. Mayli, boshqalarning oldida bo'lmasa ham yig'lay olish kerak. Bu kerak hissiyot.